Hammaga assalomu alaykum. Akalar, tinchmisizlar? Bu endi boshida Play Marketdan sketchat qilib tushunmay 1 yil umuman tushunmasdan o'ynaganman. 3 yildan beri shu o'yinda o'ynayman-da. 1 yil umuman hech narsaga tushunmay o'ynaganman. Hamma narsani ko'tarib, lekin mayda-chuyda detallari, aruja, balobattarlari juda ko'p. Tushunmagan odam behuda vaqtini sarflaydi-da. Nimadan boshlasam? Bu o'yinda 3 xil tipdagi askarlar bor. Rayder, pexota va strelok. Pexota, sadnik, rayder, bu strelok. 4-inchisi ham bor, bu faqat fermerchilik qiladi. U bu resurslarni sibor qilishga, ya'ni bu mashina umuman jangga aloqasi yo'q. Tak, nimadan boshlaymiz? Detallarga o'taylik. O'zi unaqa tushunmaydigan narsa emas, ahamiyat berish kerak xolos bu yerda. Mana tepadagi ikkita detal strelokniki. Zashta strelok otryad, u ahamiyat bersalaring o'zim yerga yozib qo'ygan bir chekkaga. Mana shu ikkita strelokniki. Mana bu o'rtadagi ikkita narsa pexotaniki. Bular boyaga aytganim rayderniki. Sumka esa universal, hammasiga ishlaydi. Shuni ham aytib o'tay qisqacha. Bunga ketayotgan materiallar sumkaga X2 da. Bunga masalan qizil qilishga 10 ta material so'raydigan bo'lsa, mabodo bunga 20 ta so'raydi. Mana shunaqa joyi bor. Undan sizlarga maslahat. Men o'zi pexotaman. Mana ikkalasini birinchi ko'tarib olish kerak. Bo'lmasam umrlang o'tib ketadi. Sumka o'zi oxirida ko'tarsalaring ham bo'ladi buni. Masalan, men pexota bo'lsam, sumkani birinchi ko'tarishimni nima keragi bor menga? Misol uchun. Detallar sumkaniki 20 tadan so'rayapti-da, masalan. Fioletovilar mana 20 ta, 30 ta so'rayapti. Bu 10 ta, 15 ta, 15 ta. Deyarli 2 karra qimmatroq sumka. Xolos shu ikkinchi maslahat. Pexota bo'lganim uchun pexotani gapiraveraman. Kim strelok yo rayder bo'lsa, o'shanga moslashtirib o'zi tushunib olaveradi. Qaytaraman, bu o'yinni boshida sketchat qilib tushunmayotgan akalar uchun-da bu. Kerak qilamiz. Will you let me go if I meow for you? Har 3 oyda, menimcha 3 oydami, 5 oyda yangi giroy chiqadi. Masalan, 5 oyda bir chiqsa, pexotaga chiqadi, qaysidir yangi giroy chiqadi. Yana 5 oy o'tgandan keyin strelokka yangi giroy chiqadi. Xullas shunaqa. Hozir ham aktual bo'lgan eski giroylar bor. 1-2 yillar oldin chiqqan giroylar bor. Hali ham zo'r odamlar foydalanadi janglarda, yaxshi effekti bor giroylar bor. Birinchi sizlarga tavsiyam Miyamotoni ko'tarish kerak. Miyamoto polyoda zo'r urushadi. Bunga sherik qilib turib beradigan tank deydimi, zashitasi oz, joni ko'proq bo'lgan nimalarni sherik qilib qo'ysalaring yaxshi effekt beradi. Badala Boyd ham yaxshi. Miyamotoga sherik. Miyamotodan keyin Alien Wolf. Bu ham zo'r. Oxirgi yangi chiqqan giroylardan bu ham. Badalani ko'tarish kerak. Juda kerakli giroy. Bu Boyd o'z umuman eski giroylar asosan nimaga? Garnizonga, suborga odamlar foydalanadi. Lekin polyaga ham yaxshi effekt, zo'r. Bu kuchaytirish qiyinligi sabab oddiyroq giroylarni aytib o'tyapman-da. Adutlar ham yaxshi edi, endi bular juda eski giroylar. Uncha shart emas. Arenaga Tom zo'r effekt beradi. Tom, Raygoro, mana bu liderga sherik qo'ysa Tomda, agar kuchli bo'lsa, sizlarda kuchliroq bo'lsa, bunga sherik qo'ysalang bo'ladi.
natijasini o'yinda bir отчётiga qarasalaring bilasizlar. Ikkinchisi bu geroylarning qurollari. Mana shu yerda ko'pchilik xato qiladi-da. Masalan, защита отряд, blok pехотный отряд, ataka, смертельность turibdi. Bir xillar bor. Pexota geroyga rayderni shimotkalarini kiygizib tashlaydi. Skors marsh отряdi yoki zombi, svor, mashinaga xato ko'tarib tashlaydi. Mana bu mosh ko'tarilsa bo'ldi deb hisoblaydi. Yo'q. Umuman xato, umuman ishlamaydi bu geroyga bu narsalar. Pexotami? Faqat pexota narsalarini kiygizish kerak. Mana ahamiyat bersalar hammasi shunday. Pexotaniki. Смертельность pexotный отряд, ataka pexota, защита pexota. Bu yoqda ham xuddi shunday. Защита, ataka hammasini bitta ko'rsatib o'taman tez-tezman. Bu garnizonga turganda ishlaydigan narsa bu. Poliyada anaqada ishlamaydi umuman. Ana arenada umuman ishlamaydigan narsa. Bir o'ylab qoldim. Garnizonga ishlasammikin deb. Paytga o'zgartirarman, yana ham ko'ramiz. Kings akalar qisqacha aytdim shimotkalar haqida. Kingsi sex mashinalar haqida. Mana bu rayderdiki, strelogdiki, rayder strelog. Bular umuman ko'tarish kerak emas. Ortiqcha mosh ko'taradi, xolos. U kerak emas narsa. Pexotachilar birinchi o'sha защитani ko'tarib qo'ygani yaxshi. Chunki o'yinda ko'proq turib berish kerak, poliyada yashash kerak. Oz защитasiga ko'proq ishlov beraverish kerak pexota. Strelog uron misol uchun rayderga ko'pchilik tezlikka qiziqadi. Tezlikni faqat rayderga qo'ysa bo'ladi, yarashadi. Qo'llab qochib shunaqa urishadigan tipdagi askarda bular. Keyin askarlarda o'zini atdelni qurollari bor. Mana e'tibor bersalar, qaysinda turibdi bu rabota? Qarab ahamiyat beringlar akalar. Hozir injener, mana shu bombami? Mana shu turibdi. Qachon tepasi ham pexotaga yarasha, pastda ham ikkita attochkasi pexotaga ishlaydigan nima tushib bersa menga detal. Shunday o'shani o'rnataman. Balki bordir, ha? Yo'q, hozircha yo'q. Mana bu ham ishlaydi, lekin qoniqmadim bu narsadan. Mana bular boya aytganimdek, pexotaga ishlaydigan ikkita 4 ta shimotka ishlayapti bunda. Bunda ham xuddi shunday. Ataka, защита ataka. Bu ham shunday. Защита, нанесение урона навыки, ataka. Защита ko'proq bo'lsa yaxshi edi, endi men atakaga o'tib ketdi. O'zgartirmayman, bo'laveradi. Bizga yarashaveradi. Keyingisi og'ir mana hayvonlar. Hayvonlarda ham bir 3 xil 4 xil hayvonlar bor. Olov, tosh, suv, barg. Bular bir-biriga nimasi bor? Kontur hayvonlar bor. Misol uchun olov tipdagi hayvonlarni full bo'lsa, agar kuchliroq, normallik bo'lsa, mana bu bemalol urib qo'yadi. Ikkalasining ham silasi misol uchun 5 million, buniki ham 5 million, hamma narsa kuchaygan bo'lsa, poliyada 100% suv urib qo'yadi olovda. Suvni bu uradi. Suvni barg uradi. Bargni esa olov uradi. Xullas bir-biriga shunaqa bog'liqlik joyi bor. Bu tosh esa faqat svor garnizon. Tangali garnizon buqa svorga ishlaydi. Bitta tarafga uyushtirishni maslahat beraman akalar poliyada. Mana shu olovni ko'tarsalar, eng yaxshisi mana shu olov poliyaga. Chiqishi ham tez, full qilishlaring ham oson. Danat qilish ham shart emas umuman. Bu narsalarga ham umuman danat qilmaganman.
vaqt bilan sabr bilan yig'ib borsalaring ko'tara olsalaring bemalol. Ozgincha vaqt kerak xolos. Yana qo'shimcha qilib o'tay. Zverda ikkita hayvonni olib chiqaman misol uchun polyaga. Bitta olov uni sheriga, qani bu sheriga, ikkinchisi pangalin. Bu fiolatovisi buni sheriga buqa. Bo'ldi. 4 ta hayvon bo'lyaptimi? 4 ta hayvondan ortiq hayvon ko'tarmayman umuman. Kerak emas. Chipi ham xuddi shunday. Faqat sarig'ini kiygizyapman. Bu sherigiga fioletoviy paka. Keyinchalik sariq bo'ladi bu ham. Hozircha mana shu ham zo'r effekt beradi. 3 yulduzcha qilib full qilib olsalaring yaxshi effekt beradi. Bu garnizon, bu shart emas uncha. Nimaga kerak emas, qolganlari ham kiygisi boraversa baribir yig'ilib ketadi. Arenalarda hech bo'lmasa foydasi tegadi-ku deyishlaringiz mumkin. Yo'q, men qo'shilmayman. Arenada hech nimani hal qilmaydi. Arenada hech nimani hal qilmaydi. Kerakli narsani shunday olsalaring bo'ldi yerda. Kerak narsa nima? Tushundik. Qo'shilaman. Bu yerda asosan kerak narsa chip qoldirmay olishlaring kerak buni. Keyin yig'ish kerak buni. Kamida 300 ta yo 500 ta yig'ib turib kerak sabitiyasida qatnashmasalaring chipni umuman ishlatmay faqat yig'inglar. Chip ikkinchidan agar reyting yetsa mana shu ikkita sariq detalni qoldirmasdan olib boringlar. Har hafta 6 ta bundan olib boringlar. Agar bundan ham sal osonroq bir varianti bor. 3000 ga faqat mana shuni qoldirmay olib borsalaring, misol uchun har hafta mana bu magazini o'zgaradi. Mana shu yerda o'zidan ham 15 tadan kerak shimotgani olib yig'ib yursalaring bo'ladi. Masalan, menga hech qaysi kerak emas. Bo'lmasa yig'ardim. Quroldan mana shu qurollardan keraksizini faqat sotinglar. Umuman fioletoviy оружие kerak emas. Bu o'rta sentrniki bo'lgani uchun, universal bo'lgani uchun bularni qo'yganman. Bo'lmasa agar universal ham shularga o'xshab 5 ta yulduzcha bo'lib ketadigan bo'lganda, men bularni ham sotib o'rgan bo'lardim. Umuman fioletoviy kerak emas. Ortiqcha mosh ko'taradi bu ham akalar. E'tibor bilan, diqqat bilan harakat qilsalaring hammasi zo'r bo'lib ketadi. O'yinni 3 yildan beri o'ynasam 1 yil umuman tushunmay o'ynaganman. Mana bu yerda ham xato bo'lgan. Men bularni boshida ko'targanman bu ikkalasini. Pexota bo'lsam strelok ko'tarish nima keragi bor? Keyin tushunib qolganman-da, buni ko'targanman, pexotani. Bu endi sabitiyalarda ko'tarilgan bu fioletoviy. Asosan glavniy komandirda. Keyin geroylarda ham bor. Xato, ancha ko'p xato qilganman. Bitta geroyni uyg'otish uchun 3 oylar vaqt ketib qolishi mumkin. Balki undan ham ko'pdir. Xato qayerda? Men buni ko'tarib olganman. Boshida. Find a new home. I must. Uravenni 60 ga yulduzchalarni uyg'otib bu xato bo'lgan bu narsalar. Buni o'rniga boshqa geroyga berganimda sal bo'lsa ham rivojlanish bo'lardi. Keyin mana faqat pexota ko'tarilgan. Xullas shu akalar, kimda qanday savol bo'lsa komment yozib qoldirsalaring, o'shanga qarab keyingi video bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, samolyot bo'lasizlar.